Yana kim telefon qilyapti? O'zi hozirgina uxlashga yotuvdim. Alo, Redboy. Ha, assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingchi? Ha? Uncha yonimga kelib senga bitta gap bor. Nima gap bor yana? Men endigina uxlashga yotuvdim. Ikkilanchiga bo'ldimi? Doim bezovta qilib o'rar ekan. Hammalarga salom bo'lsin. Birga video Redboy. Videomizda ish maqsadimiz deb o'ylayman. Lekin hamma narsa o'sha bor. Ana unga o'sha uyga qurib berdi, qishloq yaxshi, bankam yaxshi ishlayapti. Hammasi yaxshi. Telefon ham hozir hatto kim qalay chiqdi. iPhone 7 mana mashina ham bor. Ya, bunga qo'shib kerakda. Mana uncha shunga chaqirib to'shiydi. Hop, mayli. Qani boraylik. Men ham garaj qo'yapti-da. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? To'xtatdan qo'ymadim. Chaqirgandan keyin endi qarash kerak edi. Men qarang. Nima damlaryapti? Damlayapsizmi? Ha, yo'q, hozir to'xtatdim. Endi gapirmaydi. Hozir siz meni chaqirdingiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Tarachi qishlog'imizda ikkita odam yo'q. O'sha topsangiz bo'lardi. Ikkita odam yo'q. Men ikkita odam topishim kerak. O'tgan vaqtda qo'shib bergan bo'lmaydi. Yo'qmi sen dedik. Xo'p, mayli. O'lganman lekin o'ldaman. Mayli. Yo, ishima demayapman. Hop, qo'llar qaytdi. Mayli, birinchi men kamera sotishim kerak. Chunki qishloqda nima desam bo'ladi? Mana soxta park qiluvchi o'tibdi. Hop, do'kon. Dedro qalaysan? Yaxshi qilaysan o'zing. Hop, qara, menga hozir bilmayman nima kerak. Kamera kerak debdi. Xo'p, hozir kutib beraman. Hop. Pullar qanday topishni ham bilmayapman. Axir uyini ham bilganim yo'q. Ey, Redro, Nima? ana ikkita odam yo'qolib qo'ygani haqida eshitdingmi? Ha, eshitdim. O'shalar qayerda turar ekan? Mana to'g'rimizdagi uyda. Nima? Men bu uydaman. Mana men bu uydaman. Hammasi uyda. Ikkalasi ham o'sha uyda turamidi? Yo'q, ikkalasi o'qida. Mana ikkalasi uyda. Demak, mana bu va mana bu uyda, to'g'rimi? Ha, xuddi shu uyda. Qara menga telefon qani ber. Hop, hozir kutib tur. Mana tushdi. Xo'p, pulni lekin mendan olmaysan, anaqa merdan olasan, chunki men maxfiy topshiriq bajaribman o'shanga. Aha, xo'p, mayli. Qarang. Xo'p, mana bu uylarga kirib ko'rishimiz kerak. Hammasi joyida, hech qanday qon izlari yo'q. Balkim kravatni tagidadir. Yo'q, kravatni tagida emas. Kravatni ham qo'yib qo'yaylik. Men keyin kelaman. Men hozir zo'r narsa topdim. Ya'ni hamma narsani biladigan odamdan borib, ya'ni hozirgina qishlog'imizga kelgan odam deb boraman-da. Bu kimdir qamalganini so'rayman. Agar o'sha qamalgan inson bor bo'lsa, bu qishloqda o'sha odam qilgan 100%. Hop. Yo'q, ochamiz, mashtam ekan. Mana professor yaxshi qoldingizmi? Shahar qalay ekan? Ha, yaxshi, shahar ham katta ekan, taksichilar bor ekan. Ha, qarang, bu qishloqda oldinlari kimdir qamalganmi? Ikkita odam qamalgan. U ikkita odam esa u shahar chekkasida turgan kutubxonada yashaydi. Lekin u yashashi no'ma'lum, chunki bu odam bir ko'rinadi, bir ko'rinmaydi. Demak, u odam hech qachon ko'rinmagan odam, to'g'rimi? U kutubxona, lekin men oldin borganimda qulf edi. Demak, u yerda emas. Tushunarli. Rahmat, mayli. Hop, bolalar qaranglar bo'l. Demak, bitta fermer degan odam bor. Uni topish kerak. Hozir birinchi borib ko'rib kelamiz. Ya'ni u haqida ma'lumotga ega emasman. Hop. Ochilmayapti-yu. Ochilmay yo'q ekan lekin. Ochilmashin qarang. Hop, mayli. Jami o'yinlardan qaraylik, hech kim yo'q ekan. Ketadigan bor ekan bu uyni. Hop, qani. Yo'q, hech kim yo'q. Bu uyda hech kim yo'q demak. Men tepadan ko'rmoqchiman, ya'ni uyni haqiqiy hamdan blok olmoqchi chiqibdi, qalay chiqdi. Xo'p, endi bizga kerakli narsa bu amaliyni bilmayman. Kameralarni o'rnatish kerak. Albatta o'rnatamiz. Ya'ni uyimni atrofiga va keyin mana bu yerga o'rnatamiz. Negaki u ana bu yerda yashasa chiqqanini ko'ramiz-da. Mayli bolalar, sizlarga xayr. Xayr emas. O'zicha Kasimov mana topadi deb o'ylayapti. Lekin meni topolmaydi, mayli hal qilishlar. Menga ikki marta odam o'ldiraman. Bo'lsa Vah, kulgili ekansiz. Xo'p, bolalar, hammasi hozircha hech qanday bo'lgani yo'q. Kamerani ko'rsak agar. Bolalar, bu kamera faqat screenshot oladigan, ya'ni bitta joyi faqat uni qotirib qo'ygan kamera va u mana bu yerda nima? Yo'q-ku. Ya'ni
Alex, yashin bo'lgan bo'lsa kerak. Yo'q, bu yerlarda yo'q. Nahotki yo'q. Ular hop ana buzdik. O, Mahmudga qo'yib qo'yamiz. Ha, bu yerlarda ikkinchi joyga chiqamiz. Nima bo'ldi? Ey, bosmayman. Skeletlarning kallasi, chirib ketgan kallam mana. Skeletlarning kallasi, qishloqlarniki. Ikkinchi tezga chiqmayman. Bu yer meni qo'rqityapti. Hop, bu yerlarda hech nima yo'q. Bu yerlar tashlab ketilmagan emas. Ya'ni mana bu yerlarni qaranglar. Bo'ldi. Zina ko'ryapti. Ochib ko'raylikchi. Hop. Ochmayapti. Bo'ldi, tushdik. Ana endi pastga tushib qolamiz. Yo'q, men u yerga bora olmayman bular. Qo'rqyapman. Boraymi ekan? Boramiz mayli. Hop. Ana. Hey Alex. Qanaman seni. Bu bo'lmayapti-da bu. Ana, sindirdik. Qani, bu yo'lamasin. Yo'q, bu yerda emas, u tezroq ketib qolgan. Bolalar, to'xtattiringlar hozir. Men qo'lim yo'g'ar. Hozir men buni sindirgunimcha shiram bo'lib ketdi. Hop, mana yuvoldik. Endi qochdik. Ya'ni endi. Sen kimsan? Men topdim, oxiri. Seni topdim. Lekin bu nima bu? U bak, uyga ishlar bilan. Qara. Sen ularni qamab qo'yding. Ikkita jitilni ham o'ldirding. Noinsof. Hozir seni ham o'ldiraman, uni ham o'ldiraman. Unaqa dema. Baribir men seni o'ldiraman.